Assalomu alaykum. Ayatullo Uz YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari, 2025-yilda ishlatilgan mebel narxlari qanaqa bo'lyapti degan bu narsalarni so'zimda, ya'ni eski bozorga yetib keldim. Xudo xolasa sizlar uchun narxlarni tanishtirib o'tdik. Bu tarafda ko'rib turibsizlar, stullarimiz, hamma narsasidan bor ekan. Xudo xolasa videoda ko'rasizlar. Chiroyli narxlarni tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa dastavkalari qanaqa bo'lyapti, necha pul atrofda boryapti, hammasini tanishtirib o'tdik. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kun shunaqa foydali ma'lumotlarni chiqarib o'tiramiz. Retro shkaflardan juda ham ko'proq chiqibdi. Mana yog'ochdan ishlanganlari ham hamma turdan chiqibdi akalar. Videoni boshladik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Birinchi mana shu spalning garniturimizdan boshlaymiz. Nechta narsasi bor? Bitta, kravat, ashi, shpaner, tremos, spalning komplekt. Komplekt narsa. Ajraydi. 3 bo'lak bo'ladi. Uyga olib turgan o'rni buzib berish shart emas. Qulay, matras yangi qo'yilgan. Yangi matraslar qo'yib berilgan. Bu ishlatilgan o'zim mebelda. Korpus ishlatilgan, matras almashganda yangi qo'yilgan. Matras almashtirib yangi qilib qo'yishgan. Materiali qanaqa aka bu? Laminat, pulni. Laminatda polniy laminatdan qilingan. Ikkita mana tumbichkasi bor ekan, tremosi bor ekan. Tremosning holatlarini bitta ko'ringlar o'zlaring. Holatlarini bitta ko'ra olasizlar. Yaxshi. Yaxshi holatda turibdi. Aha, mana aynalari ham hali yorilmagan. Turibdi. Bu ham komplektda bu. Endi bu boshqa komplekt endi bu yaqinroq bir-biriga. O'zi rangi bir xilligiga mana o'xshab ketaveradi. Bu akrilda bu. Akrilda bo'lgan. Aha. Buni narxini bitta aytaylik, keyin boshqalariga o'tamiz. Buni 3,2 million qilib beramiz. 3 ta narsasini. Mana shu komplekt spanagan turdi. Matras yangi. Matrasning o'zi pashti 1 million turadi. Matrasning o'zi 1 million turadi. Obunachilaringizga 3,2 million qilib beramiz. 3,2 million qilib beriladi. Ana qo'shimchasi ikkita tumbalari ham bor ekan. Tayyor narsa uylangga qo'yib tashlashdan ham chiroyli turadi. Aha, buni narxi qancha endi aka? Buni 1,3 million qilib beramiz. 280 hamma yo'q tiniq. Akril dizmi aka bu? Akril ishlar, akrildan. Akrilda bo'lgan. Tepa holatlarini. Holatlari tiniq, hamma yo'q joy-joyida. Holatlari tiniq. Bog'lasa yaxshi bor. Ajoyib ishlangan ekan buni. Bir xil shop. Ochilishi. Ishlari ham tiniq holatda turibdi. Narxi 1,3 qilib beramiz buni. 1,3 million qilib beriladi. 100% akrilda tayyorlangan variantda bo'ladi. Boshqa mebellarda ham aytib o'taylik. Drugi malak kuxonli, polniy tekstolit. Tekstolit ham. Smestitel moykalari bilan tayyor ulasha ishlaydi. Aha. Narxi 900 ming qilib beramiz. Bu polniy tekstolitda suv ishmaydi, polniy. DP-larga tekstolit yopishtirilgan. Hamma yo'q. Bir xillikda. Aha, juda ham yaxshi. Qanaqa bu endi? Bu ruminskiy dana. Dana. Juda ham chiroyli. Stenka 410 razmeri. 410. Buni muxlislari bo'lsa kerak menimcha. Ashta antikvar bilan o'sha. Antikvar. Hamma yo'q radni ruchkalarga temir zavod qo'ygan, hamma yo'qni chiqadi. Faqat artilgan, chiqilgan. Artilgan xolosa. Aha. Tetlarigacha o'zini zavodi. Hammasiniki bittasiga ham qo'yilmagan. Zavodskiy narsa turibdi, juda ham chiroyli. Razmeri aka qanaqa? 410 ga 230 bo'yi. 410 ga. Bitta bo'linadi. Uyga olib kirgan udobniy bular. Udobniy. Zapchastlar. Ha, bu endi mebellar zapchastlari. Aha. Hamma cho'tki ishlaydi. O'q buni bitta ko'ramiz. Dollarlardan $50, $100 moslab qo'yib olaveradi. Ajratib qo'ysalar. Sizda polkalargacha bor, hamma yo'q cho'tki. Hamma narsasi vashi zo'r. Ana holat. Materiali qanaqa endi aka? Endi zavodskiy displey endi biz bilmaymiz. Zavodskiy o'sha sovetskiy soyuz davri. Ruminskiy ya'ni o'sha kelgan o'sha kelgan. Holat ideal holat. Shkaflar ochilishlari. Ha, tanla hamma yo'q bemalol. Ma'qul olaverasiz. Zo'r. Narxi-chi endi buni? Buni 2,5 million qilib beramiz. 3 million tepasida baho aytyapmiz, endi 2,5 million. 2,5 million so'm qilib berasiz. Oxirgi narx ideal. 2,5 million so'm qilib. Bu kichkinalarning narxini aytib ketaylik, bitta. Bu ruminskiy servant ena bola xolasa jup, xolasa addenaddan ham sotilaveradi. Donasiga qancha aka? Bonusi 850 ming. Bunday polirovka Ruminiyaniki bu ham. Mana shu bilan bitta zavod ruminskiy bu ham. Bir xil narsa chiqqani, ha. Polirovnisi bu. Shu buni 850. Bunisi bu. Hani kinijni kitobga asosan chiroyli antiklardan olib qo'yilgan cho'tki. Polkasi bor ekan narxi? Buni 650 ming qilib beramiz. 650 ming so'm qilib beriladi. Juda ham yaxshi variant. Buni endi kichkinacha. Endi trizor pastavka bu. Trizor pastavka qancha? Bu 200 ming so'm. 200 ming so'm. Kimga shu ham? Albatta, qayga xolasa komplektida bunaqa trizor qilsin bo'lgan. Tumbachasi. Tumbachasi bo'lgan. Endi bu ham haqiqiy Polshaniki, bu polniy yog'ochdan eshiklar oldi, polniy yog'ochdan taxta. Buni ham muxlislari bor. Orqada qulf kalitlariga ishlaydi. Qulf kalitlariga ishlaydi. Juda ham yaxshi variant. Eshiklar polniy taxtadan. Juda ham yaxshi. Zo'r qulf kalitlari, hamma narsa shalatron hammasini ochib yopadi o'sha kalit. Narxi? 1 million 700 ming qilib beramiz buni. Bu pashti antikvar bilan 15 ta ekan, pashti bo'ldi bular. 1 million 700 ming so'm qilib berasiz. Juda ham antikvar. Bir xil o'sha bo'lmasa ishlaydi ular. Yog'ochli ular bular. Juda ham yaxshi narsa. Razmerlarni bilasizmi aka buni? 2 metr bo'lishi kerak. 2 metr. 2 metrga 2 metr bo'lishi bo'yan jaqqa. Ha, juda ham yaxshi narsa ekan lekin. Aha, bularimiz donalari qanchadan aka?
Buni 250 qilib beramiz. Bu ham ruminskiy tumba. Hali narsa parcha. 250 ming. Ha, 250 qilib. Ben polniy polirovka. Aha, bular donasi. Buni 100 ga beradi, ikkovsini jipini. Jupini 100 ga ma'misini. Endi burada kattalar normal narsa qo'shib ham beraveradi. Qo'shib beraveradi. Aha. Kattalar. Bular stullarimiz, bu kreslo. Hammasi kreslo, hammasi to'la dacha, pacha. Aqaba ko'pda tashqaridan turaveradi. Yaxshi narsa. Narxi? Bular 120 mingdan qilib beramiz. Bu oddiy stulda pulini. 120 ming so'mdan qilib beriladi. Bularimiz narxlarini ham aytib ko'ramiz aka. Bu o'sha sovetskiy bufet, o'sha nikelay paytda chiqqan birinchi ipsiga. Hamma yo'g'i ham zavod. Faqat mo'rishkani qo'ydirib qo'ydi, och yopish qiyin ekan. Qo'ydirib qo'ydi. Hamma yo'q oshmoshlargacha radnoy. Aynalar ham radnoy, tosh aynaydi. Qalin. Ishlashlari tiniq. Zo'r. Narxi? Buni 750 ming qilib beramiz bo'ladigan. Ammo antikvar bular. 750 ming. Antikvar narsalar olib turamiz. Bu ruminskiy shkaf. Shkashili. Aha. Bir tomon polka, nariyoq polka, bag'i vishilka, bag'i. Vishilka, bir taraf polka. Ichlari ham toza, pokiza. Zo'r. Narxi? Buni 950 qilib beramiz. 950 ming so'm qilib beramiz. Endi bu 300 sovetskiylar. Sovetskiylar. Bu ham shunaqa vishilka, bag'i polka, tortmalari ham bor, paypa, hamma yo'g'i bor. Hamma narsaga joy bor ekan. Bor. Narxi? Buni 750 mingdan qilib beramiz bularni. 750 ming so'mdan. Bu anuni, televizor postavkasi bo'lgan anunik. Bular komplekt bo'lgan, joyi yo'q tepa olib berishdi bo'ldilar. Yoshligida bo'lgan. Endi отдельно sotaveradi. Televizor postavkaga kelib sotaveradi. Bu ham yog'ochdan oldilar. Aha, bunimiz narxi qanaqa? Bu balgarangi. Buni 1 million qilib beramiz. Bu ham yog'ochdan qilingan ichlari, polniy. Holati ham lekin ideal holatlari. Oshmoshlari ham uzun, ha. Aha. Juda ham yaxshi. Tepada kitob qo'yadiganmiz-chi? 100 mingdan qilib beryapmiz. Nechta zarli bo'lsa undan topib beraveramiz sovetskiyda. Aha, 100 ming so'mdan topib beriladi. Bu shkafimiz? Bu sariqda 950 mingga beramiz. So'rashinglar, bo'ladi, ikki bo'ladi. Ikki bo'ladi. Bir tomon polka, bir tomon vishilka, to'rga bo'linadi tash turishi. Aha. Xolos, bu balandlik qilsa, tumba qilishsa bo'lar, tepasini tushirib olib. Tushirsa ham bo'ladi. Ha, tepa отдельный bo'ladi-da. Tepa ham отдельный. Bo'ladi, ishqilotlar. Yengilroq olingan, yengil. Ko'raverasizlar. Narxi qancha? 950 ga berib yuboramiz buni. 950 ming so'mga berilib bor. Ha. Uringan joylari bor. Toshkentdan keladi, jizishini top. O'shancha puli yengilroq bor. Aha, puli yengilroq beriladi. Juda ham yaxshi. Bunimiz-chi aka burchadagi? Buni berib yubordi. Buni 900 mingga berdik. Sotildi bu. Sotildi. Bu ham Belarus. 900 ming so'mga sotildi. Belarusdan narsasi. Bu haligilar ko'rsatib o'tganimizdan, ha? Stuldan. Bundan nechta bor aka? Albatta 4 ta bor, yana bir 10 tacha bor. 10 tacha. Aha. Bular ko'rsatib o'tdik-a. Bu yoqda stul bilan aqallar ham bor, xolos. Bu tarafda. Ha, narijoyda. Bitta pauza qilib o'tamiz. Bu tarafda endi mana oshxona mebellar, hammasi bor ekan. Bu nima aka? O'sha rasklashku deyman, xolos 2 kishilik deyman, deyapsiz. Ha. 2 kishi yotaveradi. Etajlar, bir xonalar bo'lsa, kichkina ro'ylar bo'lsa, diqqatsiz qaytib ketadi. Qaytsa bo'ladi. Aha. Rasklashga deydi, o'shandan bu. O'nli o'zining ichida turadi. Tayi kirib ketadi, to'g'ri. O'sha bilinmaydi, bu borligi ham. Borligi ham, yo'qligi ham bilinmaydi. Ana. Ana. Ashi joygalar bor yo'qligi bilinmaydi. Bor yo'qligi bilinmaydi. Ichiga kirib ketadigan narsa. Qancha narxi? Buni 1 million 600 deyapmiz, 1 million 400 ming qilib beramiz. 1 million 600. Materiallar ham yonga ashibga qilingan. Ashibga qilingan. Tayyor narsa. Tayyor, shuni oladi, ishlataveradi. Oladi. Bolalargachi 2 1 million 700 ming qilib beramiz. 2 ga ham bo'linadi, katta odam ham sig'averadi, bemalol 2 metrga 80. O'zi ham yosh bolalarga deyilgan ekan, lekin katta odam bemalol o'tiradi. Odam bemalol o'tiradi. Qayda sotmasi bor? 1 million 700 qilib beramiz buni. 2 ga ham bo'linadi, joy bemalol bo'lsa yonma-yon qilib qo'yib bersangiz bo'ladi. Ha, bemalol bo'linaveradi. Aha. Chuxunlilar bor. 180. Yangimi bular? Ha, yangi bular. Yangi. Polniy laminatdan. Narxi 1 million 200 dan qilib beramiz. Bir xil. Ola ikkosi kattaroq joy bo'lsa, ikkosi bitta qilib 360 bo'ladi, bir xil turaveradi. Bir xil turaveradi. Narxi bir xil. Ha, narxi bir xil. Narxlari bir xil. Aha. Bu perexoshkamiz bor. Perexoshka. 650 ga berib yuboramiz. 650 ga berib yuboramiz. Ochilishi ham ha, hamma yo'q joyda, ichida hamma yo'q bor. Boshlangan ekan. 650 ya. 650 qilib beramiz. 650 qilib beriladi. Xolasimiz zavodskiy bunaqa qilib pismini stollar. Aha. Narxlari? Bularda bu pastki ruminskiy 450 ming, bunisi 400 ming belarusskiy. 450 ming, 400 ming. 450 ming, 400 ming. Ha, bularimiz-chi? Bu mo'ykamiz 400 mingga beramiz. Oldi MDFdan, bu ham smitlni qo'ysa ishlatsa bo'laveradi. Smitl qo'ysa ishlatsa bo'laveradi. Aha, bu divan kreslolar. Divan kreslo. Ha. 900 mingdan narxi. Divan raskladnoy bo'ladi. Bo'ladi. Ha, materiallar radnoy o'zini tushunib olingan bizda. Aha. Bir xil narxlari. Bir xil ekan. Bir xil. 950 mingdan qilib beraveramiz. Rangda farqi bor xolos. Bularimiz-chi? Buni 1 million 700 ga beraveramiz shoxonani. Joy bo'shatish ketib qoldi bu. Bu oshxona stullar? Stolimiz stuli chinor, 12 ta stul, materiali chinor mo'la. Narxlari 1 million 900 ga beramiz. 1 million 900 mingga berib yuboramiz. Beriladi. Juda ham yaxshi. 12 talik bu. 12 ta. 12 talik juda ham yaxshi narsa. Holati ham tiniq. Shular aka hozirda ha, bo'ldi, hozircha ko'rsatganlarimiz shu.
Manzilimizni ham aka bitta tushuntirib berasiz. Aloqa nomerlaringizni ham aytasiz. Dastavkalarni ham aytib o'ting aka. Ham Farg'ona, Marg'ilon o'zi bepul. Farg'ona tashqari va viloyatlarga bo'lsa chiqaraveramiz, bu viloyat kelishib turib. Yo'l kiramiz, chopir japlashib chiqaraveramiz. Manzilni ham bitta tushuntirib bering aka o'zingiz. Mang'il o'sha temir bozor ro'parasidan kirganda o'sha pastda biz. Oxirida, ha. Oxirida. Ha, oxirida mebel bozorida. Darvozadan kirib kelaverasizlar, xudo xolasa. Nomerimiz 33lik. Aha. 844 0707. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib bersa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kun shunaqa foydali ma'lumotlar chiqarib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha